Bu bemorimiz bizga Dubaydan keldilar, Dubayda tashrif buyurdilar. O'zlarini, o'ziflarini hozir eshitinglar. Juda qimmat pulga qilgandim, 5000 dollarga qilgandim Antaliyada. O'zi bilgan odam biladi, Antaliyada operatsiyalar juda ham qimmat. Plastika. Effekti bo'lmadi. 2,5 oydan keyin ochilib ketdi. Lekin men Turkiyada yaxshi doktorlarga Turkiyaga borgandim, lekin umuman effekti yoqmadi. Hech qanday operatsiya bo'lmagandek bo'ldi 3 oydan keyin. Hozir men bilan Instagramdan topdim. Уже bittadan keyin rezultati вообще bomba. Operatsiyadan keyin bo'lmagan effekt, aytinglar ikkita muolaja o'zi bizga ko'rsatib beryapti. Hozir biz kichkina daychik bilan ishlayapmiz. Kichkina daychik imенно katta lavlar, kichkina lavlarni yop berish uchun, qintoraytirib berish uchun zo'r ishlaydi. Qizlar mana muolajani, aniq protsedurani o'zingizlar ham ko'rsanglar bo'ladi. Operatsiya qildirsanglar 2 oylab qiynalasizlar og'riqlardan. Bularda og'riqsiz, effekti zo'r, sразу bittada chiqadi. O'shaning uchun yana ikkinchi martaga keldim. Aytinglar bitta muolaja o'zida shunaqa effekt sezyaptilar bizlar bemorimiz. Asli 4-muolajasi bo'layotganini ham men bilmayman nima bo'ladi. Biz hozir bitta MCL qildik, muolajasini, stul muolajasini qildik, ultrasoniy muolajasini qildik va shunaqa zo'r natijalarga erishdik.